Diqqat, xonanda Yulduz Usmonova haqida kutilmagan xabarlar tarqaldi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan xabardor bo'lib turishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, videolarimiz davomida bir dona like tugmachasini bosib qoldirishni unutmang. Xalqaro kongress markazida Prezident Shavkat Mirziyoyev ishtirokida madaniyat va san'at sohasi vakillariga davlat mukofotlarini topshirish marosimi bo'lib o'tmoqda. Tadbir davomida O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova ham o'z fikrlari bilan o'rtoqlashdi. Intervyuda xonanda davlat rahbariga qanday takliflar borligi so'ralgan. Yulduz Usmonova bu borada milliy musiqani keng targ'ib qilish masalasiga alohida e'tibor qaratdi. San'atkorning ta'kidlashicha, to'ylarda mehmonlar o'tirib bo'lgach, san'atkorlar tomonidan kamida bir juft maqom ijro etilishi yosh avlodning milliy san'atga qiziqishini oshirishi mumkin. O'zlari aytadilar-ku, to'ylarda san'atkorlar xoh kichkina guruh bo'lsin, xoh katta guruh bo'lsin, mehmonlar o'tirib bo'lgandan keyin bir juft maqom aytilsa, yoshlarning ham qulog'ida qolib boradi. Boshda ensasi qotadi, lekin keyin qulog'i o'rganadi. Yoshi ulg'ayganda esa bizning davrimizda shunaqa edi deb eslaydi deya o'z fikrlarini bildirdi xonanda Yulduz Usmonova. Hurmatli tomoshabin, video haqida o'z fikrlaringizni izohlarda yozib, kanalni yo'qotmaslik uchun obuna bo'lib qo'yishni unutmang.